Ijaraga oluvchi ijara haqqini o'z xohishiga ko'ra oshirishga haqlidir. Keling do'stlar, bu haqida to'xtalib o'tamiz. Qonunchiligimizga binoan ijaraga oluvchi mol-mulkdan foydalanganligi uchun ijara haqqini o'z vaqtida to'lab turishi shartligi belgilangan. Bundan tashqari, mulk ijara shartnomasida ijara haqqini to'lash tartibi, shartlari va muddatlari keltirib o'tilgan bo'lishi shart qilib belgilab qo'yilgan. Agarda ijaraga beruvchi ijara haqqini o'z xohishiga ko'ra amalga oshirmoqchi bo'lsa, bunda sizni, ya'ni ijarachini oldindan yozma tarzda xabardor qilishi shart va qaysi kunga kelib ijara haqqini oshirishini belgilab qo'ygan bo'lishi kerak bo'ladi. Agar mulk ijara shartnomasida boshqa tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, shartnoma belgilangan muddatlarda ijaraga beruvchi ijara haqqini taraflarning kelishuviga binoan yilda bir marta oshirishga haqlidir. Agarda sizda ham ijara bo'yicha qandaydir savollar paydo bo'ladigan bo'lsa, o'z savollaringizni izohlarda qoldirib ketishingiz mumkindir.